Assalomu alaykum. Qadrli vodiylik dehqon bola YouTube kanali a'zolari. Xudo xolasa mana bugun biz yana o'zimizni jonajon daryoyimizni bo'yida ekilgan qulpinoylarimizdan xabar olgani keldik. Xudo xolasa charchab chiqib suv bo'yida o'tiribmiz. Hozir bir qator qulpinoy natijalarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun 29-mart, Xudo xolasa hafta kuniga yakshanba. Mana o'sha qulpinoylarimizga navbatdagi qilinayotgan ishlar. Bugun qulpinoylarimizga Xudo xolasa qo'limizda mana bunaqa kirib qolgan kilonkani ichidagi gullarini chiqarib chiqish hamda tanob chiqargan qulpinoylarni tanobini olish va orasidagi chiqqan bitta yovvoyi o'tlarini, agatidagi o'tlarini hammasini yulib chiqish bilan shug'ullanyapmiz. Natija qulpinoylarimiz g'o'ralash jarayoniga o'tdi. Mana g'o'ralari paydo bo'ldi. Inshaalloh kichkina g'o'ralar nasib qilsa oz kunlarda pishish bo'yini ko'rsatishni boshlaydi. Mesela kalibrlari yirik bo'layapti. Mana shu yerda mana bu chesnoklarimiz ham Xudo xolasa tag qismini ochib ko'rsak, hop, tagi ancha tayyor bo'lib qolibdi. Bu eng kichkinasi. U taraflari pashti ancha yiriklashib qolgan. Xudo xolasa bu chesnoklarni ham nasib qilsa klient bo'lsa darro'da o'tkazdiramiz inshaalloh. Buguncha shuni ulashay dedim. Vodiylik dehqon bola kanalini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar.